hozirqor akam aytib bergan edilar. Nuroniy odam ketyapsa, yosh bola, 3-4 yashar bola kelib, yo'lidan chiqib olib, ishtonini yechib, avratchasini ko'rsatib mazaxlabdi. Bexosdan haromi deyaptilar. Otasi eshitib turgan ekanki, bolasini haromi deyapsan deb yoqasidan sudrab qoziga olib ketdi. Mana bolamni haromi dedi. Qozicha faylasuf odam ekanda, endi tafakkur qiladida, shunaqa insonlar bor. Darrov savoliga javob, yechim topadigan. 3-4 yil oldin qattiq qish bo'lgan. Nima noto'g'ri ish qilgansan debdi. Yozda qilganlari sen hisob shekillaydi. Qo'shnimni lo'mbozga yopgan tomidagi qamishidan olib o'choq yoqib singanman debdi. U sinibdi-yu, bu ish bolasiga urib ketgan qarang. U yoshligida shu ishni qilyapti. Katta bo'lganda bo'g'adi dedi yo'lda to'xtatib. Qarang, shuning uchun ham harom ish qilib qo'ygandan keyin shu daslida otadan ketdi-da bu ish. Otadan o'tdi-da. Shuning uchun otalardan yaxshilik o'tsin. Biz endaligi Esir davrida yashab qolganmizda endi. Qarang, odam baribir niyati dilida ey Xudo, o'zingga shukr deb turgan odam kammi? Bizda ateizm degan fan bo'lardi, Xudo yo'q degan fan. Ustozlarimiz kirib dars o'tib bo'lgandan keyin Xudoga shukr, qutuldim dedi, qarang. Shunaqa bo'lganda hayot tuzumi. Mana endi hozir yengicha fikr qilish kerak, yengicha yashash kerak, yengicha ishlash kerak deganda o'sha yerda yengicha dushmanliklar ham bo'lib turadi. Shogirdlardan chiqib turganini qarang endi. Men shunaqa shogirdlarni bilaman, oilalarini buzib yuborgan. Men shunaqa shogirdlarni bilaman, do'stlarini davrasidan uzib yuborgan. Men shunaqa shogirdlarni bilaman. Xudo ro'para qilmagin deb Xudodan tilayman. Iloyim unaqa shogird kelmasin. Ular zoti past bo'lsa kerak. Endi mana siz jahli chiqyapti. Toza bo'lsa zoti yaxshi. O'sha xatolik o'tgan aka. Xatolik o'tganda bir balo bo'lganda